Hammaga salom. Bugungi video foni Avstriya, chiroyli tabiati, вообще четкий, go'zal manzaralar beradi. Bugungi video mavzusi O'zbekistonlik fuqarolari Yevropa kelib, yevropaliklarga demokratiyani o'rgatibdi degan mavzu bo'ladi. Demak, videoni boshladik. Birinchi o'sha 4 yildan buyon men Yevropaga yuribman. Shu Yevropaga ko'rganlarim haqida aytib o'tsam, birinchi bir tanishim bor. Sinfdoshimni, qarindoshi. O'sha 6 oy Hoptransga ishlabdi, Litvaga, Furaga. Endi telefon qilsam agar hol-ahvol so'rashdan 6 oydan keyin Polshaga yotibdi. Hostelga. Aka, nimaga yotibsiz? Qirasiz. Men Polshaga hostelga yotibman. Siz Litovskiy edingiz. Hoptransga edingiz. Ishlasangiz bermaydi. Men bu budkaga yashamayman. Budkaga ishlamayman. Tipa Furan kabinasiga yashaysiz, ishlaysiz. Короче, bu ish menga yoqmaydi. Men o'zimga boshqa ish topaman. Hay, nima ish qidiryapsiz? Men Polshaga keldim. Polsha karta pobitasini olaman, avtobusga ishlayman. 4000-5000 euro oylik olaman. Men shunga tushuntiryapman. Yo'q aka. Men o'zim polskiy viza. Avtobusda 1500, 1300, 1800 oylik beradi, uni emas. Yo'q, sen bilma. Tipa men to'poy, u kishi aqlli. Hay. Oqa aka, shu ishingiz hal bo'lgancha Furaga ishlab yursangiz bermaydimi? Yo'q, men короче odamman, inson qadri bor, budkaga yashash yaxshi emas. Короче, shunday aytibdilar-ki menga. BMW zavodiga motor yig'ishga ish bor ekan, kuniga 5 soat ishlayotganingiz, haftasiga 4 kun ishlayotganingiz, 3 kun dam olayotganingiz, 5,5 euro oylik olayotganingiz, ana shunaqa ish bo'lsa ishlasang bo'ladi deyaptilar. Yevropa kelib. Keyin o'zimcha men o'yladim, u kishini endi o'zlariga aytmadim. BMW zavodiga O'zbekistondan kelgan bir muhojir, nima qilsangiz ham biza muhojir. O'sha BMW motorini yig'sa agar, demak u BMW bo'lmaydi, u Zaporoj bo'ladi menimcha bu dunyoda. Xullas, men aytmoqchimanki, ayrim vaqt, ayrim vaziyatga bizning O'zbekiston fuqarolari Yevropa keladi, to'g'ri, shart-sharoitlari zo'r, usloviyalari zo'r, lekin вообще o'zidan ketib undan-da ko'p usloviya xohlab qoladiki, demokratiyaga shunaqa shu asoschi bo'lib qoladiki, bechora yevropaliklar to'ydalashib bu O'zbekistonlikdan panatka olishga harakat qiladi. Yo'q, demokratiya shunday bo'ladimi, deb. O'zi O'zbekistonga demokratiya yo'q. İnson qadri mushuk kuchukdan battar O'zbekistonga. Grubi bo'lsa hamda ayrimlar o'zi ana bera kommentariyaga aqllilikni yoqib oladi. Bizning xalq aqllilikni yoqasizlarmi, o'chirasizlarmi? Baribir O'zbekistonga inson qadridan ko'ra kuchuk, hayvon, mushukning qadri birinchi o'rinda. Men garantiya beraman. Men ko'rganman ham, короче. Men o'zim O'zbekistonlik. Xullas, ana shunaqa. Tak что men aytmoqchimanki, Yevropa kelib bunaqa aqllilik qilmanglar. Hamma joyga ham meni bitta sho'rim bor, ana bu Telegram Yevropaga qadam Telegram guruhim bor. O'sha guruhga ham aytganman necha marta. Siz nimagadir erishmoqchimisiz? Qachonki siz katta narsaga-da, ana bunaqa ishsizlik, bezorilik, qamalish u narsa emas. Katta bir muvaffaqiyatga siz erishmoqchimisiz? Motivatsiya hammasi xo'yna narsa u. Buni orqangizga qaraysiz, qachonki zo'r berib ishlab gemoroyingiz chiqadi, keyin nimagadir erishasiz. Omadam, erkak kishini omadi bilan o'ynash, unaqa narsalar ham chipqa, omadni o'zi yo'q narsa. Men masalan umrimga bironta bir lotereya, даже kartaga ham yutmaganman birov kishi. Shashkaga ham yutmaganman birov kishi. Eng omadsiz odam men Xudoga shukr. Bu zamonga nimaga erishgan bo'lsam, mashaqqat, ish faoliyatimdan shu gazini berib,
shu gemoroy bo'lib ishlaganman, shundan erishganman. Bu video bilan nima demoqchiman? Yevropa kelgandan keyin yevropaliklar bilmaydigan darajaga demokratiyani xohlab qolmanglar. Nima deydi? Haddan tashqari o'zlaringizdan ketib beradi. Masalan, oddiy yana biz furaga ishlaymiz. 15 soat ishlayman men. To'g'ri 9 soat haydayman. Fura ishi faqat haydash bilan emas. Mamlakat oralig'i 300, 200, 150 kilometrga bitta mamlakatdan o'tib ketasiz bu Yevropaga. Kuniga 2 marta yuk tushirib, 2 marta yuk olishingiz mumkin. U mamlakatdan bu mamlakatga o'tib. O'sha yuk tushirib, yuk olish, yuk bog'lash, bokovoy tentlarni ochib, yopish, ovqatlanish, 45 minutlik pauzalarga turish, hammasini hisoblab 15 soat ishlaysiz. Ish kuningiz furachida. Oddiy bir hamma Yevropaga talpinaydi. Furachini primer keltiraman 15 soat. Masalan, soat 8 ertalab ishini boshladingiz siz. U вообще furachiga 8 ertalab ishni boshlash bu orzu вообще-da. Soat 3 ga ham, 2 ga ham, 1 ga ham haydaymiz. Men o'zim mana 4 yildan men fura haydab yuribman. Ana endi primer keltirsak 8 ertalab ishini boshladingizmi? Hamma qatori. 8 ertalab ishni boshlaganingizdan keyin soat 11 kechqurungacha ishlashingiz kerak. Tasavvur qiling. Ba'zi vaqt yezdavoyingiz ana bu 9 soatlik yezdavoyingiz bor-ku, o'sha yetmay ham qoladi. 7 soat, 6 soat haydab qolasiz to 11 kechqurungacha. Lekin siz ishlaysiz, yuk bog'lagansiz, yuk yuklagansiz, palet almashtirgansiz. Xullas ana shu. Men bu video bilan nima demoqchiman? Yevropa kelgandan keyin ham o'ylamang. Mana shu Yevropaga qadam gruppasiga chatlarga ba'zi vaqt eshitaman. O'ylaylarki, Yevropaga shu Belarusga bo'lib 6 soat ishlayman. Shu 2 yilgina yashab beraman shu Yevropaga 6 soat har kun ishlab, haftasiga 4 kun. Короче, tamom O'zbekistonga bitta Malibucha bilan 2 etajlik uy tayyor. Yo'q, uni emas. Shu orqangizdan shu gemoroy chiqqancha 12 soat, 10 soat, 13 soat ana shunday ishlaysiz, напряженный gazini berib, perikur, bekor o'tirish, bevaqt o'tirish, shunaqa narsalarni berib kelib ishlasangiz agar keyin tushunasiz, искусственный intellekt o'ta rivojlanib ketgan, har bir o'tirganingizga hisoblamaydi. Agar eshitgan bo'lsangiz agar Yevropaga soatiga to'laydi. O'sha soatiga ishlayapsizmi, ishlamayapsizmi, shuni ham kontrolировать qiladi. Agar o'rtaga tualetga yarim soat yo'q bo'lib ketdingiz, tualetdan chiqib bir 20 minut sigaret chekishga ketdingiz, keyin ishga kelib, zavod, fabrikaga ishlayotganlar. Ishga kelib yana boshingizni qashadingiz, boshqa joyingizni qashadingiz, shunaqa qilib vaqt o'tkazibsiz, sizga shu soat o'tmaydi, sizning oyligingizga yozilmaydi u soat. O'sha uchun Yevropani to'g'ri, Yevropaga hech kim sizni churka demaydi, hech kim sizni yerga urmaydi, lekin gazini bosib ishlashni talab qiladi. Hamma gazini bosib ishlagani uchun Yevropa ana bunaqa manzaralar, ana bunaqa shart-sharoitlar, dunyoga Yevro standart degan nima, короче, avtoriteti bor Yevropa. Так что Yevropaga ishga kelayotganlar bilib qo'yinglar, yevropaliklar bilmaydigan darajaga demokratiyani xohlab qolmanglar. Xullas, nimagadir erishmoqchi bo'lsangiz agar gazini bosib, dutini bosib, liboy joy, dunyoni qayeriga borsangiz ham shu nagruzkaga tushib ishlamasangiz hech nimaga erishmaysiz. Mayli, hay, shu bilan videoni tugatsam ham bo'ladi. Bu videoga nima demoqchiligimni hamma tushundi menimcha. Hammaning ishiga omad, kissasiga daromad. Keyingi videoga ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.